Meni kechir. Ikki ozgina so'z. Lekin shu ikki so'zning ichida qancha dard, qancha armon, qancha sog'inch va qancha aytilmay qolgan gaplar yashiringan. Assalomu alaykum aziz tinglovchim. Bugun siz bilan oddiy bir so'z haqida suhbatlashamiz. Aytilishi oson, ammo ba'zan aytishga dunyodagi eng katta g'ururimiz to'sqinlik qiladigan bir so'z haqida. Ba'zan inson xato qiladi. Bilib xato qiladi, bilmay xato qiladi. Jahli bilan gapirib qo'yadi. G'urur bilan kimnidir ranjitadi. O'ylamasdan aytgan birgina so'zi bilan boshqa bir insonning yuragida yillar davomida bitmaydigan yara qoldiradi. Keyin esa yolg'iz qolganida o'sha gaplarni qayta-qayta eslaydi. Shu gapni aytmasam bo'lardi, shunday qilmasam bo'lardi. Uni ko'proq tushunsam bo'lardi, yonida bo'lsam bo'lardi. Ammo vaqt ortga qaytmaydi. Va insonning ichida bitta gap qoladi. Meni kechir. Ba'zan biz eng yaqin insonlarimizni ko'proq ranjitamiz. Nega? Chunki ular baribir kechiradi deb o'ylaymiz. Onamizga qo'pol gapirib qo'yamiz. Keyin uzr so'rayman deymiz. Otamizning qo'ng'irog'iga javob bermaymiz. Keyin gaplashaman deymiz. Do'stimiz bilan arzimas narsaga arazlashamiz. Birinchi bo'lib u yarashsin deymiz. Sevgan insonimizni ranjitamiz. Baribir meni yaxshi ko'radi deb o'ylaymiz. Ammo hayot hech qachon bizga va'da bermagan. Keyin degan kun albatta keladi deb. Ba'zan keyin juda kech bo'ladi. Ba'zan telefon qilmoqchi bo'lgan insonimizni telefoni javob bermaydi. Ba'zan oldiga borib quchoqlamoqchi bo'lgan insonimiz endi bu dunyoda afsuski bo'lmaydi. Ba'zan kechirim so'rash uchun butun umrimiz yetmay qoladi. Shunda esa inson o'zidan so'raydi. Nega o'sha kuni g'ururimni yengmadim? Nega? Aziz tinglovchim, agar hayotingizda sizni kutayotgan, sizdan bir og'iz iliq so'z kutayotgan inson bo'lsa, bugun uning oldiga boring. Unga meni kechir deng. Balki u ham sizning shu so'zingizni kutayotgandir. Balki u ham siz kabi telefoniga qarab sizdan bir xabar mushtoqdir. Balki uning qalbida ham sizga aytilmagan minglab gaplar, so'zlari bordir. Lekin ikkalangiz ham g'urur sabab jim turibsiz, to'g'rimi? Axir g'urur nima? Bugun bizni baland tutgandek bo'ladi, ammo ertaga aynan shu g'urur bizni eng katta armon bilan yolg'iz qoldirishi mumkin-ku. Meni kechir. Ona, agar seni ba'zan tushunmagan bo'lsam, sening mehringni oddiy narsa deb qabul qilgan bo'lsam, qo'ng'irog'ingga bandman deb javob bermagan bo'lsam, sen meni kutganingda men kelmagan bo'lsam, meni kechir ona. Sen esa har safar bolam sog' bo'lsin deding. Mana kechirding. Men ulg'aydim, sen esa qariding. Men hayot tashvishlar bilan yugurdim, sen esa eshik oldida meni kutding. Men vaqtim yo'q dedim. Sen esa menga ajratgan vaqtingni hech qachon ayamading. Bugun tushunyapman.
onaning mehrini hech qanday boylik bilan sotib olib bo'lmas ekan. Meni kechir, ota. Sizning sukutingiz ortida qancha mehnat borligini kech tushundim. Sizning qattiqqo'ligingiz ortida qancha mehr yashiringanini keyin angladim. Men bolaligimda sizni faqat talab qiladigan inson deb o'ylardim. Katta bo'lgach esa tushundim. Siz mendan hech narsa talab qilmagan ekansiz. Faqat hayotda yiqilmasligimni xohlagan ekansiz. Meni kechiring, ota. Sizni ba'zan tushunmagan kunlarim uchun, siz bilan gaplashishga vaqt topmagan kunlarim uchun, sizning bolam degan birgina so'zingizning qadriga kech yetganim uchun meni kechiring. Meni kechir, sevgilim. Agar sening qalbingni og'ritgan bo'lsam, seni yig'latib qo'ygan bo'lsam, sening mehringga beparvo bo'lgan bo'lsam, seni yo'qotishdan qo'rqishim kerak bo'lgan paytda seni ranjitgan bo'lsam, meni kechir. Balki men seni yo'qotmagunimcha qadringni to'liq anglamasman. Balki inson shunday yaratilgandir. Bor narsaning qadrin yo'qolish arafasida tushunadi. Meni kechir, do'stim. Arzimas sabab bilan sendan uzoqlashgan bo'lsam, senga kerak bo'lgan paytda yoningda bo'lmagan bo'lsam, sening dardingni eshitish o'rniga o'zimning tashvishlarim bilan band bo'lgan bo'lsam, meni kechir. Haqiqiy do'st quvonchli kunlarda yoningda kuladigan emas, og'ir kuningda yoningda jim turadigan inson do'st. Agar shunday do'sting bo'lsa, uni asra. Chunki hayotda yaxshi tanishlar ko'p bo'ladi, ammo chin do'stlar juda kam bo'ladi. Aziz tinglovchim, bugun bir narsani o'ylab ko'ring. Siz kimni ranjitdingiz? Kimdan kechirim so'rashingiz kerak? Kim bilan yarashishingiz kerak? Kimga seni sog'indim deyishingiz kerak? Kimga rahmat deyishingiz kerak? Va eng muhimi, kimga meni kechir deyishingiz kerak? Balki o'sha inson hozir sizdan birgina qo'ng'iroq kutayotgandir. Balki uning telefoni qo'lida, balki u ham siz haqingizda o'ylayotgandir. Balki u ham sizni kechirishga tayyor. Faqat birinchi qadamni kim tanlashini kutayotgandir. Shunday ekan, bugun g'ururingizni bir chetga qo'ying. Telefoningizni oling. Raqamini toping va shunchaki meni kechir deb yozing. Izoh shart emas. Uzun gaplar shart emas, ba'zan chin yurakdan aytilgan ikki so'zning o'zi yetadi. Hayot juda g'alati. Biz pul topishga vaqt topamiz, ishlashga vaqt topamiz, telefon titkilashga vaqt topamiz, ijtimoiy tarmoqlarda soatlab o'tirishga vaqt topamiz, ammo yonimizdagi insonning ko'nglini olishga vaqt topa olmayapmiz. Keyin esa vaqt bizdan o'sha insonni olib ketganda ko'p xatolarimizni anglaymiz. Shunda boyligimiz ham, mansabimiz ham, g'ururimiz ham hech narsaga arzimas bo'lib qoladi. Chunki inson hayotining eng katta boyligi uning yonidagi mehribon insonlardir. Shuni unutmang. Kechirim so'rash yutqazish emas. Aksincha, o'z xatosini tan olish uchun ham katta yurak kerak. Men haq edim deyish oson, sen aybdorsan deyish oson, ammo
men xato qildim, meni kechir deyish uchun qalb kerak. Agar sizda shunday qalb bo'lsa, uni g'urur bilan to'sib qo'ymang. Va bugungi suhbatimizni bir necha satr bilan yakunlamoqchiman. Kecha aytilgan so'z ortga qaytmaydi. Singan bir ko'ngil ham oson bitmaydi. G'urur deb yurakni qiynamang do'stim, meni kechir deyish hech kimni o'ldirmaydi. Borib kechirim so'rang. Qo'ng'iroq qilib so'rang. Quchoqlang. Sog'inganingizni ayting, yaqinlaringizni asrang. Sog'ingan bo'lsangiz sog'indim deng. Yaxshi ko'rsangiz yaxshi ko'raman deng. Ranjitgan bo'lsangiz meni kechir deng. Qadriga yeting. Vaqt borida. Keyin afsusdan o'lasiz. Butun umr bo'yida. Mana shu qisqa vaqtlar ichida sizlar bilan Kamina Kamtarin Sherzod Karim bo'ldim. O'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling.